Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillahi robbil alamin. Qurshab, Qirg'iziston Muhammadiy masjidi mana taravihga tayyorgarlik bo'lyapti bugun inshaalloh. Mahallamiz, mamlakatimiz degilar ihson qilgan yangi to'shaklarni solyapmiz mana bugun inshaalloh. Zokirjon hoji aka boshchiligida mana assalomu alaykum mana ekranga olib qo'yapman sizlarni. Va alaykum assalom va rahmatullohi. Mana hozir Qirg'izistonning kelajak bolalari inshaalloh. Va alaykum assalom. Muhammad qandaysan? Islombek qarma bolam, ha. Mana taravihga boshlandi tayyorgarlik inshaalloh. Kelib namoz o'qib ketinglar masjidlarimizda, xudo xolasa. Ha. Qo'lni ko'tarib qo'ysan daga. Va bizni mahallaning o'g'il bolalari mana xudo xolasa inshaalloh. Tak, olib ketishaydi mana. Oqsoqollarning oyog'i og'rib qoladiganlarga mana stollarda ham tayyorlab qo'ydik inshaalloh. Subhanalloh. Mana xudo xolasa mana svetlarimiz ham yonadi inshaalloh mana 21-asr. Arsen o'ynama bolam. Mana qanday Alloh subhanahu va taolo millatlar aro o'rtaga muhabbatni solib qo'ygan inshaalloh. Kelib masjidimizda mehmon bo'lib ketinglar inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.